Bo'lmasa norin kapalilarga mana eslataman. Usta Power tog'amning uyini qilib berdik. Mana tunuka fonlarini, to'g'rimi? To'g'ri. Norin kapa bo'yicha siz xizmat ko'rsatasizmi? Endi bizga qisqa atrofda u yoqdan chiqib turamiz. Bu yoqdan chiqib turasiz. Xo'p, mana shu inson taniganlar kelib uyini bemalol ko'rib o'tib bo'laveradi. Biz ishimizga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu xonadonimizni mana polniy tunuka fonlarini cho'tki qilib bitkizib berganmiz. Xudo xolasa, narxlari ham juda ham zo'r. Atiga 14,5 million atrofida tarnovlari bilan birgalikda chochsiz tarnovlar qo'yilgan xonadonimizga eski holatidan yangi holatiga xudo xolasa go'zal qilib olib kelganmiz mana. Xonadonimiz ko'cha shapka, ichkari shapka darvozaxonalari chiroyli qilib berildi. Hozir eslatib o'tamiz, 1 kvadrat tunikamizni 135-140 mingdan qilyapmiz. Hamma xarajat ichida. Ya'ni uyingiz holatiga qarab narx-navolarni gaplashamiz akalar. Faqat ishlatilgan materialni kvadratiga, joyni kvadratiga hisobga olmaysizlar. Sababi joyda tekis holatdagi kvadratdan tunikaning bukilishi, qarilishi, ustma-ust qatilishining hisobiga ko'proq material ketadi. Sizlar ketgan materialning kvadratiga pul berasizlar.